3CX Plus yangi modeli, ikkinchi qism. Bu yerda tablo qismi o'zgargan. Funksiyalari. Quyon tashbiqi, пониженный повышенный, avtogazam. Mana knopkali bo'lyapti. Qo'shimcha zaryad qilish uskunalari, konditsioner pechkasi hammasi zavodskoy kelyapti bularda. Plavishий ход, avtomat korobka. Keyin ikkita bo'lardi richak, oldinlari hozir bittaga o'tgan. Orqaga oldinga yurish funksiyalari ham bo'ldi bu yerda. Rol regirovkasi qo'shildi. Deflektorlar juda ham ko'p qo'yildi. Bizning qilimga juda ham moslandi bu. Esingizda bo'lsa, indiyskiy modellarimizda qishda zavod bo'lish qiyin bo'lardi. Bunga yaxshi zavod bo'ladigan funksiyasi qo'shilgan hozir. Bemalol qishing, ozon qishing, Qoraqalpoq surxonda любой joyda ishlaydigan bo'lib ketgan hozir. Eng muhim funksiyalardan bittasi, keyin mana skorost bitta skorost tashib berish knopkasi ham qo'shilgan bunga. Hamda o'sha aytib o'tganimdek gidravlika kuchaytirilgan. Gidrosistema juda ham kuchli.